Tafsiri Muyassar Baqara surasi 9. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey payg'ambar, sahobilaring sendan yangi chiqqan oylar va ularning o'zgarishdan ahvol to'g'riliq so'rashudi. Ularga aytqinki, Alloh yangi chiqqan oyni kishilarning haj, ro'za qatorliq ibodatlar va muomala ishlarining vaqtlarini bekitishi uchun belgilar qildi. Yaxshilik sizlar jahiliyat davrida odatlanib qolgandek va yoki islomning dastlabki chog'larida qilganinglardek savob bo'ladi degan gumon bilan ihromdagi cheg'inglarda uylarning orqasidan to'shik ichib kirish emas, balki yaxshilik deganimiz gunoh ma'siyatdan saqlangan va Allohdan qo'rqqan odamning yaxshiligidir. Shunga sizlar hajga yoki umrga ihrom bog'lagan cheg'inglarda uylarga ishkidan kiringlar. Dunyo va oxiratlik barliq ishinglarda murodinglarga yetishinglar uchun Allohga taqvolik qilinglar. Ey mu'minlar, Allohning dinini ustunlikka ega qilish uchun sizlarga urush ochqanlarga qarshi Allohning yo'lida jihad qilinglar. Dushmanlarning a'zolarini kesib qiynash, bolalarni, ayollarni va yashanganlarni o'ldirish qatorliq man'i qilingan ishlarni qilmanglar. Chunki Alloh chekdan eshib, haromni halol sanag'uvchilarni qat'iy yaxshi ko'rmaydi. Sizlar bilan urush qilgan mushriklarni topgan yerda o'ldiringlar. Ular sizlarni chiqarib o'tgan Makkadan, sizlarmi ularni chiqarib etinglar. Fitna, ya'ni Allohga kufrlik qilish, sherik keltirish va kishilarni islomdan to'sish odam o'ldirishdan qattiq gunohdir. Toki ular o'zi urush ochmoqcha Masjidi Haramning hurmati uchun ular bilan Masjidi Haramda urush ochmanglar. Agar ular Masjidi Haramda o'zlari urush ochsa, sizlarmi ularni Masjidi Haramda o'ldiringlar. Kofirlarning jazosi ana shundoq ibratlik bo'ladi. Agar ular Masjidi Haramda urush qilishdan, kufrdan voz kechib iymon etsa, shaksizki Allah bandalari uchun nihoyat mag'firat qiluvchidir, ularga bakmo mehribondir. Ey mu'minlar, toki musulmonlarga qarata suiqasd va ziyonkashliklar tugaganga, din Allohga xolis bo'lganga va insonlar Allohga qo'shib maxluqotga ibodat qilmaydigan bo'lganga qadar tajovuzchi kofirlar bilan urushni davomlashtiringlar. Agar ular kufrdan va sizlarga qarshi urush qilishdan voz kechsa, sizlarmi urushdan voz kechinglar. Azob faqat kufrda ching turib olgan va musulmonlarga ziyonkashlik qilishdan qo'l yig'magan zolimlarga bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlarning urush qilish harom qilingan oyda sizlarga urush ochgan mushriklarga qarshi urush qilishinglar, ularning ulug' oyda sizlarga urush ochganligining jazosidir. Alloh urush qilishni harom qilgan joy va vaqtlarda urush ochganlar shu joy va shu vaqtlarda o'z qilmishiga yarasha jazolanadi. Kim sizlarga urush ichish yoki boshqa ziyonkashlik bilan qanchalik cheqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik cheqilinglar. Buningda sizlarga gunoh bo'lmaydi. Chunki dushmanlikni boshlaganlar ashulardir. Allohdan qo'rqinglar. Jazolashda haddinglardan oshmanglar. Bilinglarki, Alloh farzlarni o'rindab, harom ishlardan yiroq turib, taqvodorlik qiluvchilar va Allohga itoat qiluvchilar bilan birlidir. Ey mu'minlar, Allohning dinini ustunlikka ega qilish va Alloh yo'lida jihad qilish uchun pul-mol sarf qilishni davomlashtiringlar. Alloh yo'lida jihad qilishdan va Alloh yo'lida pul-mol sarf qilishdan bosh tortib, o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Allohga itoat qilishni, uning yo'lida pul-mol sarf qilishni voyaga yetkazinglar. Barliq amalinglarni Alloh roziligini ko'zlab xolis qilinglar. Shaksizki, Alloh voyaga yetkazib ish qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Haj bilan umrni Alloh uchun to'liq o'rindanglar. Haj va umrga ihrom bog'lagandan keyin agar bu ikkisini ado qilishga dushman yoki kasallik qatorliqlar to'sqinlik qilsa, chechanglarni tushirish yoki qirqish orqali ihromdan chiqishinglar uchun to'ga, kalo va qo'y qatorliq qurbonlikqa yaraydigan chorvalardan nimani topa olsanglar, Allohga yaqinlik izlab shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qiladigan mol belgilangan haram doirasiga yetmaguncha yoki sizlar to'sqinlikqa uchrab qilib, qurbonliqinglarni xuddi payg'ambar alayhisalom Hudaybiyada qurbonlik qilgandan keyin chechini tushirgandek qurbonlik qilmag'uchi chechanglarni tushirmanglar. Sizlardan kimiki kasallik yoki beshiga chiqib qolgan jarohat sababidan chechini ihrom ichida tushirishga majbur bo'lib qolsa, tushirsa bo'ladi. Ammo fidya lozim keladi. Fidya 3 kun roza tutish yoki 6 miskinga bir vaqt tomoq berish yoki bir mol qurbonlik qilib Makkaning peqirlariga tarqitib berishdan iboratdir. Sizlar xotirjamlikka va bahramon bo'lgan, ya'ni umr qilib bo'lgandan keyin ihromdan chiqib haj qiladigan vaqtida qayta ihrom bog'lagan odam nima o'ng'ay bo'lsa shuni qurbonlik qilsin. Qurbonlik qilinmagan odam haj oylarida, ya'ni Shavvol, Zulqa'da oylari va Zulhajja oyining oldingi 10 kunida 3 kun
o'z vataniga qaytgandan keyin 7 kun roza tutsin. Bu to'liq 10 kun bo'ladi. Qurbonlik va roza tutish qatorliq bu ahkomlar Masjid-i Haram doirasida o'ltirishliq bo'lmagan kishilar uchundir. Allohning buyurganlarini o'rindash, to'sqonlarni tark etish orqali Allohga taqvodorlik qilinglar. Uning jazosidan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh o'zining amr farmonlariga rioya qilmaganlarni qattiq jazolag'uchidir. Haj vaqti ma'lum bir qancha oy bo'lib, ular Shavvol, Zulqa'da oylari va Zulhajji oyining oldingi 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilib ihrom bog'lagan odamning jinsiy aloqa qilishi va shuningga iboradigan so'z va harakatlarni qilishi, gunoh qilib Allohning itoatidan chiqishi, haj jarayonida g'azablanishga va o'shmanlikka iboradigan jidal majrolarni qilishi qat'iy man'iy qilinadi. Sizlar qandoqligi yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni albatta bilib turadi va har kimga amaliga yarasha mukofot beradi. Sizlar haj safaringlarga yetgudak yemak-ichmak qatorliq oziqlik elib olinglar. Oxiratlikinglar uchunmi oziqlik tayyorlanglar. Shaksizki, eng yaxshi oziqlik taqvolikdir. Ey sog'lom aql egalari, mendan qo'rqinglar. Haj mezgilida tijorat qilish orqali Rabbinglardan rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Zulhajjining 9-kuni kun patqandan keyin Arafatdan qaytgan chig'inglarda Mash'arul Haramda, ya'ni Muzdalifada Allohga tasbih va talbiya etish, uningga duo qilish orqali Allohni yod etinglar. Allohni Alloh sizlarga bildirgan bo'yicha to'g'ri ravishda yod etinglar. Shaksizki, Alloh sizlarni buningga hidoyat qilishdan ilgari sizlar haqiqatni tonimaydigan cho'nqur ozg'unlikda edinglar. Sizlarning Arafatdan qaytishinglar İbrahim alayhissalomning qaytganidek bo'lsin. Jahiliyat ahlining Arafatda turmayli qaytadigan odatiga o'xshab qolmasin. Allohdan gunohinglarni mag'firat qilishini tilanglar. Chunki Alloh tavba qilgan bandalarining gunohini bakmo mag'firat qiluvchidir, ularga nihoyatda mehribondir. Sizlar ibodatinglarni tamomlab, haj amallarini ado qilib bo'lgandan keyin Allohga ko'plab zikr va tasbih etinglar. Alloh ota-bovlaringlarning faxrlik ishlarini yod etgandek yoki uningdanmi ortiq yod etinglar. Ba'zi kishilar, ey Rabbimiz, bizga bu dunyoda tan saqligi, pul-mol va farzand bergin deydi. Mundaq odamlarga oxiratda yaxshilikdan hech bir nasibi yo'qdir. Chunki ular oxiratdan yuz o'rib, barliq himmatini bu dunyoning manfaatlariga qaratgandir. Mu'minlar duolarida, ey Rabbimiz, bizga dunyoda tan saqligi, rizq, manfaatlik ilm ato qilgin va yaxshi amalga muvaffaq qilgin. Oxiratda bizga jannatni ato qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Mushu duo bilan duo qiladigan ashu kishilar yaxshi amallarni qilganligi uchun katta ajr savobga erishadi. Alloh nihoyat tez hisob olguchidir. Bandalarining amallariga ularga tegishlik mukofot yoki jazo berguchidir. Tashriq, ya'ni Zulhajjining 11, 12 va 13 kunlardan iborat sanoqli kunlarda Allohga ko'plab tasbih va takbir etish orqali uni yod etinglar. Kimga oldirab qolsa va Zulhajjining 12 kuni shaytonga tosh etib bo'lib, Minodan kun petishdan ilgari qaytib ketsa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Kimki kechikib, Minoda yana bir kun qo'nib, Zulhajjining 13 kunimi shaytonga tosh etib etib, ondan qaysimi, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Bu taqvodorlik qiluvchilar uchun bo'lib, kechikish afzaldir. Chunki mundaq qilish ibodatni ko'p qilganlik va payg'ambar alayhisalomning qilganini qilganlikdir. Ey musulmonlar, Allohdan qo'rqinglar. Hamma ishinglarni Alloh meni ko'rib turibdi degan asosda qilinglar. Bilinglarki, sizlar o'lguninglardan keyin amalinglardan hisob berish uchun uning dargohiga yig'ilasizlar. Ey payg'ambar, munofiqlarning orasida shundoq odamlar borki, uning oxiratlikni emas, dunyo manfaatlarini ko'zlagan jalbkor so'zlari seni qiziqtiradi. U islomga va musulmonlarga ashaddiy dushman turuqliq, dilida islomga qarata muhabbatining boliqiga Allohni guvoh qilib qasam qiladi. Bu munofiqlarning Allohdan qo'rqmaydiganligini, islomga va musulmonlarga adovatining to'liq qattiqligini ifodalaydi. U huzuringdan qaytgandan keyin yer yuzida buzg'unchilik qilish, kishilarning ziroatlarini nobud qilish, hayvonlarni halok qilish uchun bor kuchi bilan tirishadi. Alloh buzg'unchilikni yoqtirmaydi. Ashu buzg'unchi munofiqqa Allohdan qo'rqin, uning jazosidan hazar ayligin, yer yuzida buzg'unchilik qilishdan voz kechgin deb nasihat qilinsa, uning takabburligi va johiliyatning mutaassibligi qo'zg'alib, texmo ko'p gunohga patadi. Bundaq odamga do'zax yetarlik jazodir. Do'zax bakmo yomon joydir. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning yo'lida jihad qilib,
uningga itoat qilib, uning roziligiga erish uchun o'zining borligini ataydi. Allah bandalarga to'liq marhamatlikdir. Mümin bandalarga dunyo va oxiratda cheksiz rahim shafqatini beg'ishlaydi. Ular eng yaxshi mukofotlar bilan mukofotlaydi. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning yo'lida jihad qilib, uningga itoat qilib, uning roziligiga erish uchun o'zining borligini ataydi. Allah bandalarga to'liq marhamatlikdir. Mümin bandalarga dunyo va oxiratda cheksiz rahim shafqatini beg'ishlaydi. Ularni eng yaxshi mukofotlar bilan mukofotlaydi. Ey Allohning Rabbim, Muhammad alayhissalomni payg'ambarim, islomni dinim deb iymon etqanlar. Islom shariatini butunlay qabul qilinglar. Uning barliq ahkomlariga amal qilinglar. Qilishga tegishlik amallardan hech qaysini tarik etmanglar. Shaytonning sizlarni gunoh ma'siyatlarga qiziqtiradigan yo'llariga ergashmanglar. Chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. Uningdan hazar aylanglar. Sizlarga Qur'on va sunnatdan iborat haqiqatning ochiq dalillari kelgandan keyin haq yo'ldan ezib ketsanglar, bilinglarki, Alloh podshohligida haqiqatan g'olibdir. Buyurgan va to'sqonlarda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Har narsani o'ziga munosib o'rniga qo'yg'uchidir.